Assalomu alaykum. Andijon Oltinko'ldagi navbatdagi zinamizni apalnikasini yechib egalariga topshirdi. Ko'rishingiz mumkin. Sifatni ham ideal qilib chiqazib qo'yganmiz. Bu tomonda yangi quydik. Buni ham apalnikasini yechsak xuddi shunaqa bo'lib chiqadi. Ha, Polvon aka. Hop, bu tomonda eniga 2 metr, balandligi ham 2 metr. Ko'rishingiz mumkin, 15 ga 30 dan standart bo'lgan. Bu tomonda yechilgan holati. Xizmatli bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar.